Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Efirda hafta davomida shahrimizda sodir bo'lgan eng muhim voqealar sharhi va rasmiy xabarlar bilan Qo'qon shahar hokimligining haftanoma dasturi va men Evangelina Melixova. Qo'qon shahridagi sanoat bozorlarida tartibli va halol savdo tajribalarini joriy etish choralari ko'rilmoqda. Ushbu maqsadda Qo'qon shahar hokimi boshchiligidagi ishchi guruh tadbirkorlar bilan muloqot qilib, amaldagi tartib-qoidalar yuzasidan targ'ibot-tashkilot ishlarini olib bormoqda. Qo'qon shahrida yashirin iqtisodiyotga barham berilmoqda. Bozorlarga biriktirilgan rahbarlar. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mutasaddilar bilan muloqotda bo'lib, sanoat bozorlarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni qonuniy va halol belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tib, soliqlarni to'lab faoliyat yuritishini ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Qo'qon shahar hokimi bozorlarda jamoat tartibini ta'minlash, tadbirkorlar va xaridorlar uchun munosib shart-sharoitlar yaratib berish masalalariga ham e'tibor qaratib, mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbarining Qo'qon shahriga tashrifi ortidan shahrimizda o'z faoliyatini boshlagan Respublika ishchi guruhi tashabbusi bilan Shikorbegi va Muqimiy mahallalarida keng ko'lamli qurilish va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bizni Muqimiy shaharchamizda juda ham katta o'zgarishlar boshlandi. Biz o'ylaganimizdek, biz kutganimizdek, hamma yoqda qurilish ishlari, o'zgarishlar, maktablarni remont qilish, ta'mirlash, maktablarni ichiga monitorli ekranlar o'rnatish haqidagi ishlar yuritilmoqda. Juda ham katta qurilishlar bo'lib o'tmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Mana bu meni mahallam bo'ladi. Eski domlarni yangi ko'rinishga keltirishlari haqida va'dalar berildi va ishlar yuritilmoqda. Birinchi kunda o'zidan ishlar yuritilishni boshladi bizning nomimizda. Yangi supermarketlar ochilishi haqida, keyin bolalar o'yingohi, maktabga voleybol, basketbol o'ynagani joylar qurilishi haqida ma'lumotlar berildi va biz bolalar bundan juda ham sevinmoqdamiz. Bizning mahallamiz bu bizning faxrimiz va bu mahallamizni chiroyli ko'rinishga keltirishlaridan biz juda ham mamnunmiz. Qo'qon shahar hokimi mutasaddilar hamrohligida Shikorbegi va Muqimiy mahallalarida o'zboshimchalik bilan barpo etilgan qurilmalarni bartaraf etish, hududlarni obodonlashtirish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borilmoqda. Navbatdagi lavha ana shu haqda. Qo'qon shahar hokimi Muqimiy va Shikorbegi mahallalarida bino va inshootlarni ko'rkam ko'rinishga keltirish bo'yicha loyihalar bilan tanishib, mutasaddilarga vazifalar belgilab berdi. Yangi mahalla binosi qurilyapti. Ikkinchi etajda IT park qurilyapti. Uchinchi etajda ayollar uchun, san'atchilik uchun yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Mahallamizda madaniyat markazi qurilyapti. Mahalla futbol akademiyasi tashkillanyapti. Ayni paytda shu yerning o'zida tashkil etilgan shtab qoshida faoliyat olib borayotgan loyiha ofisi, ko'chalar, bino va inshootlarni zamonaviy va ko'rkam ko'rinishga keltirish bo'yicha loyiha takliflarini ishlab chiqmoqda. Qo'qon tajribasi, Farg'ona namunasi shiori ostida olib borilayotgan ishlar aholi farovonligini yuksaltirish, yangi O'zbekiston qiyofasidagi yangi turar joy maskanlarini yaratishga qaratilgan. Ulug'bek Norboyev, Robiyaxon Qosimova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Dasturimiz davom etadi. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida mustaqilligimizning 35-yilligi munosabati bilan Qo'qon mahallalarida o'tkazilayotgan ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Qo'qon shahridagi Degizlik, Artizonbo'yi hamda Misgarlik mahallalari aholisi uchun mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida ma'naviyat targ'iboti karvoni ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbiri bo'lib o'tdi.
Tadbirda mamlakatimizda prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan xalqchil islohotlar, xalqimiz farovonligini ta'minlash yo'lida Qo'qon shahrida bo'layotgan misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari e'tirof etildi. Mahalla aholisi va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan tadbirda el suygan san'atkorlar ishtirokida konsert dasturi, harbiylarning ko'rgazmali chiqishlari namoyish etilib, ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat baxshida etildi. Ulug'bek Norboyev, Dilnozaxon Abdullayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Qo'qon shahridagi sanoat bozorlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Qo'qon shahar hokimi mutasaddilar hamrohligida gidrantlar va yong'in texnikasining favqulodda vaziyatlarga shayligi holatini nazoratdan o'tkazmoqda. Yong'in xavfsizligiga amal qilamiz. Qo'qon shahridagi sanoat bozorlarida gidrantlar va yong'in xavfsizligi texnikasi ko'rikdan o'tkazilmoqda. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mutasaddilar hamrohligida sanoat bozorlarida yong'in xavfsizligi tartiblariga amal qilinishi va tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlarni ko'zdan kechirib, mas'ullarga vazifalar belgilab berdi. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Qo'qon shahri mahallalarida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar o'tkazilmoqda. Osmonimiz musofo, yurtimizga ko'z tegmasin. Bunaqa shukrona tadbirlar ko'p bo'lsin. Kelayotgan mustaqillik bayramlari ham hammamizga nasib qilsin. Sevarman. Ishga oilaviy bozorga chiqamiz. Hamma oilaviy harakat qilamiz. Asham o'rdan qarasa qiynaladi bozorga chiqib. Nima qilgani? Mana hamma yo'g'imiz rahmat, zo'r bo'lyapti, ishlarimiz yaxshi. O'tkazishlar yaxshi bo'lyapti. Ayollar bor, erkaklar bor, bizdaqangi chollar bor. Rahmat shuning uchun kelgan biz. Bular ham sog' salomat yurishlarini istaymiz. O'zbekiston ijtimoiy davlat. Konstitutsiyamizga asosan imkoniyati cheklangan fuqarolarning huquqlari kafolatlangan. Xususan, Qo'qon shahrida ham eshitishda nuqsoni bor bolalarga prezidentimiz tashabbusi bilan Cochlear implant o'rnatish bo'yicha operatsiyalar bepul amalga oshirilib, ular inklyuziv ta'lim bilan qamrab olinmoqda.
Dasturimiz davom etadi. Qo'qon shahridagi Muqimiy mahallasida yo'llar ta'mirlanmoqda. Mahalla aholisi buni juda uzoq kutgan edi. Ayni paytda 2 kilometrdan ziyod ichki ko'chalarda asfaltlash ishlari olib borilmoqda. Shaharchasi ko'chalarining ichki ko'chalarida asfaltlashtirilmagan qismlari ko'p miqdorda tashkil qiladi. Qum shag'al aralashmasi qoplamasidan iborat edi. Shu yerda yashovchilarni o'zlari farzandlarini ta'limga, o'qishga kirib chiqishlari uchun asfaltbeton qoplamasi yopishni boshladik. Asfaltbeton qoplamasiz ko'chalarni 2 kilometr hammasini asfaltbeton qoplama bilan yopishni boshladik. Oxirigacha yakunlaymiz. Qo'qon shahridagi Yashirko'l Mergan mahallasida istiqomat qiluvchi Abdullayevlar oilasi ibratli oila deb e'tirof etildi. Jumladan, Qo'qon shahridagi 10 ta oila prezidentimizning oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida ta'sis etilgan ibratli oila ko'krak nishoniga sazovor bo'ldi. Qo'qon shahridagi Afg'onboq va Chorchinor mahallalari aholisi uchun mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida ma'naviyat targ'iboti karvoni ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbiri bo'lib o'tdi.
Prezidentimiz samolyoti Qo'qon aeroportiga qo'nganini ko'rib, negadir juda hayajonlangan edim. Qo'qon shahridagi Chikorbegi mahallasida istiqomat qilayotgan yoshlar mahallada olib borilayotgan ishlarga o'z munosabatini bildirmoqda. Prezidentimiz samolyoti Qo'qon aeroportiga qo'nganini ko'rib, nimagadir rosa hayajonlangandim. Qandaydir bir boshqacha hayot, o'zgarishlar bo'lishini kutgandim. Lekin aynan bizning mahalla, bizning ko'cha, bizning maktabda shuncha o'zgarishlar bo'lishini hatto hayolimga ham keltirmagandim. Shuncha odamlar, hamma har xil forma kiyganlar, hamma nimalar bilandir band. Mana yangi transformator o'rnatildi. Endi svetimiz o'chmasa kerak. Uylarimiz oldida hamma yoq tozalanib, obod etilmoqda. Maktabimizda ham remont ishlari boshlandi. Xullas, o'zgarishlar, yangi O'zbekiston nafasi bizning mahallamizga ham kirib keldi. Bu bizning mahalla, bizning ko'cha, bizning maktabimiz va bizning prezidentimiz. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Bahriddinova Mahkamova Qo'qon shahrida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berdi. Hurmatli prezidentimizni qaysi yurtga, qaysi viloyatga tashriflari bo'lgan bo'lsa, o'sha yurtda yana yangi bosqichdagi rivojlanishga, yangi bunyodkorlikka va yangi bosqichda insonlarni rivojlantirishga qaratilgan sa'yi harakatlar avj olib ketadi. Mana shu ma'noda Qo'qon shahrida ham yangilanishlar va rivojlanishlarni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha juda jadallik bilan ish boshlanganligini guvohi bo'lyapmiz. Albatta davlatlar tarixida shuni ko'rishimiz mumkinki, jamiyatni rivojlanishda, davlatni mustahkam bo'lish jarayonlarida ayollarga berilgan imkoniyatlar va ayollarning faolligi rivojlanishning eng katta driverlaridan biri hisoblanadi. Mana shu ma'noda bugun biz ko'ryapmizki, Qo'qon shahridagi xotin-qizlar uchun berilgan imkoniyatlarni o'z hayot taqdirlariga, o'zlarining oilalariga, taqdirlariga tatbiq etgan ayollarni ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda biz bugun maktabgacha, maktab ta'lim muassasalarida, oliy ta'lim tizimida va mahallalardagi har bir yo'nalishdagi ayollarning hayoti bilan va ularni bugungi kundagi muammolari bilan o'rtoqlashish, ularga yaqindan yordam berish bo'yicha borib ko'rdik, o'rgandik, juda ham katta tashabbuslar, loyihalar ustida ishlar ketyapti va shu o'rinda biz bugun jarayonda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yoshlar tarbiyasida bugun ota-ona va maktab hamkorlik tarbiya modelini
yangi bosqichda Qo'qon shahrida yo'lga qo'yilayotganligi, ya'ni ota-onalar kengashi bilan maktab direktori, mahalla raisi birgalikda har bir yoshni bugungi va ertangi kelajak maqsadlarini amalga oshirishdagi muammolar va bunda ota-onalarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha bugun 47 ta maktab, umumta'lim maktablari bilan mahalla hamkorlikda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, Sog'liqni saqlash vazirligi, oila xotin-qizlar tizimi va bir qator jamoat tuzilmalari ham o'zining yangi tarbiya modeli bo'yicha yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan modellarni taklif etishdi. Vatanga bo'lgan muhabbatni qanday mezonlar bilan o'lchash mumkin? Qo'qon shahrida yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz. Ana shunday ajoyib shior ostida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan Prezidentimiz tashrifi ortidan Qo'qondagi mahallalarda o'tkazilayotgan ma'naviy, ma'rifiy hamda madaniy tadbirlarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari e'tirof etilib, ona vatanga sadoqat, o'zaro mehr-oqibat va milliy qadriyatlarimizga hurmat g'oyalari keng targ'ib etilmoqda. Bunday tadbirlar haqida so'zlab berish, bu yerda hukm surayotgan birdamlik ruhini ifoda etib berish juda ham qiyin. Vatanga muhabbat, uni qanday mezonlar bilan o'lchash mumkin? Bu yerda hukm surayotgan kayfiyat, havoda uchib yurgan zarrachalar xuddi elektr toki kabi ana shunday mehr-oqibat bilan yo'g'rilgan. Vatanga muhabbatni qanday ifodalash mumkin? Balki ovozimdagi titroq, bayrog'imiz hilpiraganda ko'ksimda to'lib, tomog'imga taqaladigan bir kuch bilandir. To'g'ri, men hali yoshman, balki ko'pni ko'rmagandirman, lekin yurtimizda, shahrimizda, mahallamizda, maktabimizda bo'layotgan ishlarga baho bera olaman va internetdan o'zga yurtlarda hukm surayotgan vaziyat bo'yicha o'qib kelayotgan ma'lumotlar bilan taqqoslay olaman. Shu kunlariga yetkazganiga shukr. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga, Farg'ona viloyati hokimiga, shahrimiz hokimi Ma'rifjon A'zamovichga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu aziz insonlarning boshchiligida bizni shahrimizda juda buyuk ajoyib oilalar, ya'ni barpo bo'lib, chiroyli, baxtli oilalar hayot kechiryapti. Shu qatori men bugun mana shu baxtli oilalardan biri bo'ldim. Shunaqa bir e'tiroflarga ega bo'ldim. Xursandchiligim chekka yo'q. Xudo xolasa men o'ylayman, farzandlarim, boqib o'stirib kelayotgan barcha aziz insonlar, ota-onalarni farzandlari Qo'qonga yetuk ajoyib farzandlar bo'lib yetishadi degan umiddaman. Bilmayman siz nima deb o'ylaysiz, lekin biz ajoyib zamonda, eng go'zal mamlakatda baxtli hayot kechirmoqdamiz deb o'ylayman. Agar siz ham shu tuyg'ularni his etishni istasangiz, shunday tadbirlarga albatta boring. Qo'qon shahrida Afg'on urushi va Chernobil fojiasini bartaraf etishda ishtirok etgan faxriylarga e'tibor ko'rsatildi. Tantanali marosimda Qo'qon shahar hokimi mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan urush qatnashchilari va faxriylarni qo'llab-quvvatlash, reabilitatsiya qilish hamda ijtimoiy yordam ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni e'tirof etib, barchaga samimiy tilaklarini izhor etdi. Qo'qon shahrida Afg'on urushi va Chernobil talofatini bartaraf etishda ishtirok etgan faxriylarga e'tibor ko'rsatildi. Tantanali marosimda Qo'qon shahar hokimi mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan urush qahramonlari va faxriylarni qo'llab-quvvatlash, reabilitatsiya qilish va ijtimoiy yordam ko'rsatish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni e'tirof etib, barchaga samimiy tilaklarini izhor etdi. Faxriylar Qo'qon shahar hokimiga e'tibor uchun minnatdorchilik izhor etib, esdalik sovg'alarini tantanali ravishda topshirdilar.
Tadbirda dasturxon yozilib, Qur'on tilovat qilindi. Duolarda yurtimizga tinchlik, osoyishtalik, xalqimiz dasturxoniga to'kin sochillik, o'tganlar xotirasi yod etilib, duolar qilindi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni biz faxriylarga, nuroniylarga qilinayotgan e'tibori hamda mustaqil O'zbekistonimizdagi barcha afg'on urush qatnashchilariga qilinayotgan e'tibor xususida mana bugun biz shaxsan guvoh bo'lib turibmiz. Qo'qon shahar hokimligi tomonidan faxriylarga, afg'onchilarga, Chernobylchilarga kichkinagina dasturxon yozishib, chiroyli qilib faxriylarda bir piyola choy ustida hammani chaqirib tabriklashdi. Muhtaram Prezidentimizga afg'on urush qatnashchilari nomidan hamda Chernobylchilar nomidan biz faxriylar, biz nuroniylar o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida mustaqilligimizning 35-yilligi munosabati bilan Qo'qon mahallalarida o'tkazilayotgan ma'naviy, ma'rifiy va madaniy tadbirlar ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Yurakdan yozdi Akram, do'st dardiga bo'l malham. So'ng yerga ketar choqqan, shukrona ayt shukrona, shukrona ayt shukrona. Hozirgi kunda Prezidentimiz tashriflari munosabati bilan Qo'qon shahrimizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mana hunarmandchilik festivalini olamiz, yangi ochilgan aeroportni olamiz. Qo'qon shahrini kundan-kunga obod bo'lib qo'yayotgan mahallalarning go'zalligini, hamma yaxshi ishlarni biz ko'rib quvonib o'tiribmiz. Fuqarolarimiz juda ham xursand. Biz bundan farzandlarimiz bilan mahalla ahlimiz va maktabimiz yangi qurilgani ayniqsa bizni juda ham quvontirdi. Biz bundan mamnunmiz. Hamisha shukronalik kayfiyatidamiz. Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana maktabimiz dasturga tushib, yangidan o'quv binolar, sport zallar, oshxonalar barpo etildi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, aholimizni, o'quvchilarimizning kayfiyatlari juda ham shodon. Albatta, Prezidentimiz tashriflaridan so'ng o'zgarishlar juda ham katta. Xalq ham minnatdor, qolaversa ustozlar ham minnatdor. Binolarimizni yangidan tushganini aytmaysizmi? Juda ham ko'rkam, zamonaviy, har bir xonalarimizdagi jihozlar yangi. O'quvchilarimiz bor bilimlarni yana ham sarflab muhtaram Prezidentimizning ishonchlarini oqlash niyatidalar. Yutuqlarimiz bundan keyin yana ham ko'paymoqda. Chunki muhtaram Prezidentimiz tashabbuslaridan keyin o'quvchilarda ham kuch, g'ayrat yana ham ko'paydi, ishonch ortdi. O'quvchilarimizning natijalari, olayotgan sertifikatlari, til o'rganishlari juda ham quvonarli deb o'ylayman. Bunaqa tashabbuslar juda ham ko'p bo'lsin. Shukr, hammamiz muhtaram Prezidentimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Qo'qon shahar hokimi Muqimiy va Shikorbegi mahallalarida bino va inshootlarni ko'rkam ko'rinishga keltirish bo'yicha loyihalar bilan tanishib, mutasaddilarga tegishli vazifalarni belgilab berdi. Muammo masalalarni joyida hal etamiz. Qo'qon shahar hokimi Muqimiy mahallasida istiqomat qiladigan fuqarolar bilan muloqot qilib, murojaatlarini ijobiy hal etish choralarini ko'rdi. Ma'rufjon Usmonov fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalarni joyiga chiqib o'rganib, mutasaddilarga ichki ko'chalarni asfaltlashtirish, hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha vazifalar belgilab berdi. Davlatimiz rahbarining Qo'qon shahriga qilgan tashriflari davomida berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida bu yerdagi ko'p qavatli uylarni yangi markazlashgan isitish tizimiga ulash ham rejalashtirilgan. Ayni paytda shaharchaga yangi tarmoqning quvurlarini tortish ishlariga start berilgan. 300li turba bilan asosiy liniyamiz 300li turba bilan boshlanadi. 219, 150 bilan bu domlarga, yangi ko'p qavatli uylarga olib kiriladi salonga.
Umuman olganda Muqimiy va Shikorbegi mahallalari butkul yangicha qiyofaga keltiriladi. Yangi mahalla maskani, madaniyat markazi, sport inshootlari, bolalar maydonchalari barpo etilishi rejalashtirilgan. Mutasaddilar tomonidan elektr, suv, tabiiy gaz tarmoqlaridagi muammolar ham o'rganilib, bartaraf etilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga ming marta rahmatlar aytamiz. Hozir mana shunchalik bizga nazarlari tushib, biz Muqimiy shaharchamizni juda ham bir chiroyli nimaga obodonlashtirish ishlarini olib borishyapti. Juda ham chiroyli. Har kuni qanchadan qancha odamlar mehnat qilyapti, chiroyli bo'lyapti hammasi. Mana ochishlar olinyapti. Biz mana shu yerga ko'chib kelganimizga mana 40 yil bo'lyapti hisobi mana shu yerda. Yashayotgan bo'lsak, bunaqangi ishlarni endi ko'ryapmiz. Juda chiroyli bo'lyapti. Hammaga rahmat. Ko'p qavatli uylar fasadi, kirish qismlari, yo'lkalar, yashil maydonlar ko'rkam ko'rinishga keltirilmoqda. Mahallalar hududida olib borilayotgan keng ko'lamli obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida 500 dan ziyod ishchi xizmatchilar ishtirok etmoqdalar. Qo'qonda bayramona kayfiyat hukm surmoqda. Shahrimiz aholisi el suygan san'atkorlar ishtirokidagi konsert va tomoshalardan bahramand bo'lmoqda. Mustaqilligimizning 35 yiliga munosabat bilan o'tkazilayotgan tadbirlar fuqarolarga ko'tarinki kayfiyat va bayram shukuhini baxsh etmoqda. Bugun Qo'qonda bayramlarga ulanib, shahrimiz aholisi el suygan san'atkorlar ishtirokidagi konsert va tomoshalardan bahramand bo'lmoqda. Mustaqilligimizning 35 yiliga munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlar fuqarolarga ko'tarinki kayfiyat va bayram shukuhini baxsh etish maqsadida o'tkazilmoqda. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan barcha xabar va lavhalarimiz edi. Oldinda sizni ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.